Safarimizni ikkinchi kuni ham nihoyalab bormoqda. Bugun ko'plab ziyorat ko'rsatuvlarini tasvirga oldik. Inshaalloh Uskond va Farovon yurt sahifalarida, kanallarida bu ko'rsatuvlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz hozir Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu ziyoratgohlardamiz. Mana shu joyda, mana ichkarida kirib alohida ko'rsatuv qildik. U zot sharif Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu yotibdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahobalari 2 oydan ziyod u zotni uylarida mehmon qilish sharafiga ega bo'lgan ulug' sahobiy Bani Najjor urug'idan, Rasulullohni ona tomonidan qarindoshlarini urug'laridan hisoblanadilar. U zot hamma g'azotlarda Rasululloh bilan birga hamma janglarda qatnashganlar. Badrda, Uhudda, Handaqda, keyinchalik Rasulullohdan keyin Hazrat Ali bilan Siffin jangida ham qatnashganlar. Va Yazid ibn Muaviya ibn Abu Sufyonning o'g'li Yazid ibn Muaviya podshohlik davrida Qustantiniyaga bo'lgan yurishda, musulmonlarning ilk yurishida, bu hijriy 52-yilda bo'lgan, mana shu yurishda Abu Ayyub al-Ansoriy qatnashib, shu yerga kelib, mana shu joyda shahid bo'lganlar. Aslida bu jangga yo'l olishdan oldin u kishi biroz betob bo'lib, kasal bo'lib qolganlar. Yazid ibn Muaviya u kishini ehtiyotlash maqsadida, balkim Hazratim siz chiqmaganingiz ma'qul desalar, u kishi iltimos meni qaytarmang deganlar. Ya'ni Rasulullohni Qustantiniya fath etilajak, uni fath qiluvchi sarkarda naqadar ham yaxshi, uni fath etadigan qo'shin naqadar yaxshi qo'shin degan bir mujdalariga ega bo'lish ishtiyoqida bu muhorabaga chiqqan edilar. Va afsuski musulmonlar bu jangda Qustantiniyani ishg'ol qila olishmaydi. Nihoyatda o'sha paytda bir qudratli davlatlardan biri hisoblanadi. Sharqiy Rum imperiyasi, Bizantiya o'lkasi poytaxti Konstantinopol ancha yaxshi qurollangan, qal'alari mustahkam qal'a hisoblanadi. Abu Ayyub al-Ansoriy shu joyda shahid bo'lib, o'zlarining vasiyatlariga ko'ra unga yaqin joyda, qal'a devorlariga yaqin joyda dafn qilinadilar. Bir odam o'ylab qoladi, bu joydagi musulmonlarni, bu joydagi kishilarni mana shunday bir yemin erkin yurishi, bu joy islom nafasi bilan munavvar bo'lishiga bu zotlar jonlarini fido qilishgan. Bu zotlar jonlarini fido qilishgan. Dastlabki shahidlardan biri. U kishidan keyin yana qancha musulmon podshohlari Qustantiniyani fath etishga harakatlar qilishgan. Tarixda aytiladiki, shu Sulton Muhammad Fotihga qadar 11 marta urinishlar bo'lgan, 11 marta katta janglar bo'lgan, lekin nasib bo'lmagan. Va bu ulug' bir saodat Sulton Muhammad Fotihga, 21 yoshli Fotihga 1453-yilda nasib bo'lgan. Va mana shu joy maqbara qadimdan, tarixdan Usmonli sultonlarni taxtga chiqish marosimlari uyushtiriladigan joy bo'lgan. Eng e'tiborli maskan, tabiiyki, ulug' bir sahobiyni poylari yotgan joy, eng sharafli, eng mo'tabar maskan hisoblanib, tabarrukan shu joyda Usmonli xalifalar taxtga chiqish marosimini shu joyda amalga oshirishgan. Jumladan Sulton Abdulhamidxon ikkinchini ham taxtga chiqish marosimi mana shu joyda bo'lgan. Va hozir ham biz ko'ryapmiz, biz mana hozir shom namozini o'qib bo'ldik. Shomdan oldin guvohi bo'ldik. To'ylar bo'layotgan kelin-kuyovlar ham shu yerga kelishar ekan. Tabarrukan shu joyga kelib bir shu joyda duo qilishar ekan. Ya'ni hayotlarini go'zal bo'lishi, baxt saodatlarini Allohdan so'rab shu joyda tabarruk maskanda duo qilishar ekan. Va ularning yaqinlari odamlarga turli xil shirinliklarni ehson qilishar ekan.
Mana shunaqa ma'lumotlar inshaalloh ko'rsatuvimda yana batafsil bu haqida kuzatib boramiz. Uskond va Farovon yurt kanallarini albatta tanlang, kuzating. Sizga eng yaxshi sayohatlarni, eng yaxshi ziyoratlarni ilinamiz.